Demak, bu misol DTM 2025 da tushishi mumkin. Diqqat bilan kuzating. Bizga tengsizlik berilgan x kvadrat minus 36 va ikkinchi qavsda cosinus px minus 1 noldan katta. Demak, bu yerda qat'iy tengsizlik turibdi. Biz birinchi cosinus bilan shug'ullanamiz. Ya'ni cosinus px minus 1. Biz bilamiz. Cosinusni eng katta qiymati, demak, nimaga? 1 ga teng bo'lishi mumkin. Ya'ni mana bu ifodamiz, lekin bizda 0 ga teng bo'lmasligi kerak. Chunki ko'paytma 0 bo'lishi uchun bu 0 bo'lishi kerak deymiz. Lekin bu yerda qat'iy bo'lgani uchun buni 0 ga teng emas deymiz. Ya'ni bundan cosinus px teng emas 1 degan ifoda kelib chiqadi. Yaxshi. Demak, cosinus x qachon 1 ga teng bo'ladi? X ni o'rniga faqat juft son qo'ygandagina cosinus, ya'ni 2x, 3x, 4x larda, ya'ni 2pi, 4pi larda 1 ga teng bo'ladi. Biz x ni o'rniga juft son qo'ya olmaymiz. Ya'ni x juft son bo'lmasin deb qabul qilamiz. Yaxshi. Endi eng katta qiymat 1. Qolgan har qanday, biz buni 1 ga teng emas dedik va qolgan har qanday qiymat 1 dan kichkina. Shuning uchun bizda berilgan cosinus px minus 1 degan ifodamizni ishorasi 0 dan kichkina, ya'ni manfiy ishora bo'ladi. Mana buni hisoblab o'tirmaymiz, bu manfiy ishora ekan. Demak, bizda mana bu quyidagicha ifoda qoladi. X kvadrat minus 36 ko'paygan qandaydir manfiy ishorali son va 0 dan katta. Bizni minusga bo'lib yuborganimiz uchun bizda tengsizligimiz o'zgaradi. Ya'ni bu ikkita qavsga ajraladi. X minus 6, x plus 6 0 dan kichkina. Biz buni oraliqlar usulida ishlaydigan bo'lsak, mana musbat, manfiy va musbatga to'g'ri keladi. Manfiy joyi kerak, ya'ni minus ishorali oraliq. Mana bizda demak javob minus 6 yu 6. Xo'p, bu oraliqdagi sonlar minus 5, minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 2, 3, 4 va 5. Yaxshi, lekin biz yuqorida mana bu shartni kiritdik. Biz cosinus pi ga teng bo'lmasligi uchun, ya'ni 1 ga teng bo'lmasligi uchun uni o'rniga juft son qo'ya olmaymiz. Bizda juft sonlar kerak emas, ya'ni minus 4, minus 2, 0 ham juft son. Xo'p, 2 va 4. Bizda qolyapti minus 3, minus 5, minus 3, minus 1. 1, 3 va 5. Demak, bizda tengsizlikni nechta butun yechimga ega degan savolga mana yechim topdik. Javob 6 ta ekan. Demak, unutmang, bu misol DTM 2025 da sizga tushib qolishi mumkin va uning yechimi 6 ta ekan. Videoga like bosish, komment yozish, abituriyentlarga yuborish esdan chiqmasin.